Всем доброго дня. Bugungi bizning ikkinchi kunimiz. Hozir ko'rsatamiz. Kecha biz obedgacha hamma joyda razmetka qildik. Rozetka, pozitka, выключатель, освещение, diodna lenta, hamma nimalarni joyini nima qildik va o'yishga ham ozgina uspet qildik. Bugun endi biz hamma joyini shtrabet qilib chiqamiz. Podrazretniklar joyini ham o'yib tashlaymiz. Va shu bilan keyin biz ertaga ertalab sim tortishni boshlaymiz. Simimiz bizda VVG-NG va bizda mana shunaqa dizaynimizda shu holatda chiqarib beramiz elektrik montajdan.